O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2024-yil 30-dekabrdagi 465-sonli qarori ijrosini ta'minlash doirasida Kattaqo'rg'on tumanida ham master seminar tashkil etildi. Ushbu tadbir viloyat o'simliklar karantini va himoyasi boshqarmasining Kattaqo'rg'on tuman bo'limi xodimlari tomonidan tumandagi Zarafshon fermer xo'jaligida tashkil etildi. Seminarda tuman bo'limi inspektorlari, tuman qishloq xo'jaligi vakillari, bir guruh fermer xo'jalik rahbarlari va soha mutaxassislari faol ishtirok etdilar. Seminarda 90 bosti ekinlarni ekish orqali qo'shimcha daromad olish imkoniyatlari va bugungi kundagi ahamiyati muhokama qilindi. Shuningdek, biologik vositalardan foydalanib, ekologik toza, organik mahsulotlar yetishtirishning ahamiyati batafsil yoritib berildi. Samarqand viloyati Kattaqo'rg'on tumani Zarafshon MTPdamiz. Muhtaram prezidentimiz 465-sonli qaroriga asosan dala chetlariga mevali daraxtlar ekish munosabatida seminarlar tashkil qilganmiz. Bu dala chetida ekilgan mevali daraxtlarimizning oralariga, qator orasiga 90 bosti ekinlarni ekish, ya'ni 90 bosti ekinlari piyoz, sarimsoq piyoz hamda sabzi, qolaversa ko'katlar ekilmoqda. Bular ekishdan oldin o'sha qator orasiga chiroyli ishlov berilib, amofoz hamda kaliyli mineral o'g'itlar bilan oziqlantirib, undan keyin ekilmoqda. Sabab bu narsalarni qilishdan asosiy maqsadimiz bu fermer xo'jaligi, dehqon xo'jaligi hamda bog'dorchiliklarga qo'shimcha daromad qilish maqsadida bu narsalarni tashkillashtiryapmiz. Mana shu karantin inspektorlari tomonidan har bir dehqon xo'jaligi, har bir fermer xo'jaligi hamda aholi tomorqalarida bo'sh turgan dala chetlari, yer maydonlariga 90 bosti ekinlarni ekish tavsiyalarini berib borilmoqda. Seminarning amaliy qismida ishtirokchilar zamonaviy agrotexnologiyalar asosida mevali bog' maydonlariga ismaloq urug'lari va olcha daraxti ko'chatlari ekishdi. Ushbu master seminar fermerlarning bilim va ko'nikmalarini oshirish, ularni prezident qarorida belgilangan vazifalarni bajarishga yanada ruhlantirish hamda qishloq xo'jaligida yangi marralarga erishishga zamin yaratishda muhim qadam bo'ldi. 65-prezidentimizning qarorlarini ijrosi bo'yicha 90 bosti ekinlarni ekish bo'yicha bugun tuman karantin inspeksiyasi bo'limi bilan inspektorlar bilan birgalikda mana shu seminar tashkil qildik bugun. Mana shu daraxtlar qator orasiga ekish bo'yicha mana bugun piyoz, sarimsoq piyoz ekish bo'yicha seminar o'tkazyapmiz. Maqsad mana shu qo'shimcha daromad olish, dala chetlarini mana shu daraxtlar qator oralarida mana shu 90 bosti ekinlarni ekib, shundan fermerga daromad bo'ladi. Har xil kasalliklardan xoli bo'ladi, yer dam oladi. Mana shu ekinlarni ekib foydasi juda yaxshi, o'sha ham qo'shimcha daromad bo'ladi, ham yerda unumdorligi oshadi. Ma'lumot o'rnida ta'kidlash joizki, ayni paytda tumanda dala chetlaridagi maydonlarga 90 bosti ekinlarni ekish ishlari to'liq yakunlandi. Shuningdek, dala chetlariga mevali daraxt ko'chatlarini ekish ishlari boshlab yuborilgan.